Bruklinda bilasizlar, osh markazlari juda ham ko'p, lekin shunga qaramasdan hozir bitta osh markazini ko'rdim. Appointment bilan telefon qilib joy band qilish kerak ekan. Chunki oshi juda ham zo'r deb aytishyapti. Hamma samarqandliklar shu yerda, samarqandliklar uchun. Xo'p, parkingni qaranglar. Parking dahshat, hamma moshib qo'ygan. Ichkarida joy yo'q. Chunki biz bundan oldindan zakaz qilib qo'ygandik joyni. Odamlarni ko'ryapsizlar, juda ham ko'p. Xo'p, biz ham bu yerda joy olganmiz. Hozir birdan tur iftorlik bo'lgani uchun assalomu alaykum. Hozir bitta ichkarini ko'rsataman. Ana. Necha kilo endi bu yerda? To'g'ri ekan? Assalomu alaykum. Acaba akajon 20 kilo. Lekin kelmoqchi bo'lsa agar mana oldindan telefon qilib, mana oshchi lekin dahshati. Bu stora palov, to'g'rimi? Hali go'shtini ko'rganim yo'q shunga. Muzikacha ham dahshatidan. Antikvarniy. Mo'g'ul hamid 20 so'm bo'lsa to'g'rimi deyman. 20 so'm bo'lsa. Qani? Bu nima deyapti bu osh? Nima qilib?